Xo'p, mana biz yetib keldik. Qani aka bitta tanishtirib yuboring. 6-kapsulamiz oilaviy kapsula. Aha. Mana bu lyuklari bor. Xo'p. Proyektorlar bor. Proyektorda qo'shib bemalol kino ko'rsa yoki telefonga olib, telefondan bemalol YouTube'da ko'rsa bo'ladi. Buni ham agar proyektorda kunduz kuni o'chirib qo'yib, bemalol Yopiladi. ha, yopiladi. Uni ochib qo'yib, ko'l tomosha qilsangiz ham bo'ladi bemalol. Ha, ochib qo'ying. Ha, ko'l ko'rinib turadi buni ochib qo'ysa. Yaxshi. Ham spalni ham o'tiradi, ham bu yoqda joyi bor. Malades. Mana hamma taraf ochiladi. Hozir to'nlik ko'l ko'rinadi, atrof ko'rinadi. Xohlasangiz yopib qo'ysangiz bo'ladi. Tushunarli. Hammasi issiqni ishlab turibdi. Xona juda ham Bu issiq. 2 kishilik, agar xohlasa endi o'zlari kelishgan holda 3 kishi yotsa ham bo'ladi. Bundan tashqari bu yoqda qo'shimcha xonasi bor. Bu xonada ham bemalol ikkita deski kravati bor. Bunda ham kattalar ham sig'adi, bemalol yotsa bo'ladi. Bundan tashqari buni ham o'zini Yopiladigan, ochiladigan. bu hozir ochilyapti. Xo'p. Qo'lliga yopiladi. Xo'p. Ha, bu nima? Dush, sanuzel, hamma narsa bor. Demak, bu qancha bo'lyapti narxi? Buni narxi 2.200.000 so'm. Bitta kapsula narxi 4 kishi ham olib sig'ib, joylashib, 3 mahal ovqatlanish bilan. 2.200.000 ya? 2.200.000 so'm. Juda yaxshi. Rahmat.